Feruza Normatova hamda uning turmush o'rtog'i bilan bog'liq mish-mishlar hali hamon o'z nihoyasini topgani yo'q. Aktrisa ham ushbu ig'volardan joniga tekkanligini hamda barchasini o'z holiga tashlab qo'yganligini aytib o'tgan. Biz hech kimga tegmayapmiz, lekin jonimizga tegishdi. Ularni orqamizdan yozib, kimdirlar bilan gaplashib yurishga vaqti ko'p ekan. Biz esa vaqtimizni Allohning roziligi uchun sarflaymiz. Bizni duo qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Bu sinovlar ichida judayam yaxshi insonlar ko'pligini sezdim. Boringizga shukur, hammangizga halol va pokiza, hech kimni hayotini buzmaydigan darajadagi baxt, tinch hayot nasib etsin. Bu stories birinchi qadam bo'lib qolmasin dedim. Men hali qadam bosmadim, yana aytaman. Agar bu ishlar yaxshilik bilan tugamasa, butun xalq serial ko'radi. Menga umuman farqi yo'q. Hozircha faktlarni yig'ib turay, ancha yig'ilib qoldi. Keyinchalik isbotlari bilan ochiladi, ham qonuniy, ham mediada. Yana aytay, shuncha jim turganim yetadi. Endi gapirmanglar. Iltimos barchangizdan, inshaalloh hammasi o'z holicha hal bo'ladi. Mendan erimning ko'ngillari to'q va tez-tez sanidan roziman xotinim deb aytadilar. Menga shu yetadi, alhamdulillah. Orqadan shunaqa ish qilishyaptiki, yaxshiyam xalq bilmaydi. Duo qilishsin, xalq bilmasin. Bilsa bir kunda yevoradi bularni. Shuncha fitna qilib Allohning jazosidan quruq qolaman deb o'ylasa kerak. Alloh adolatli zot. 2 oydan beri bizga qilingan bu serial inshaalloh bu dunyoda ham, oxiratda ham o'zlariga ekranda qo'yib beriladi. Qaytar dunyo bu, tomoshasini ko'ramiz albatta. Ering bilan umuman ishim yo'q deb hamma yoqda erimga namyob qilib jonga tegdi. Bu akalarni o'ynashi juda ko'p. Pryamoy efirlar, storieslar qo'yib xalqqa sharmanda qilgan o'sha vaqtlarda faqat erim tomonidan javob bo'lmagan. Chunki ular blogermaslar hamda mediada uzoq odamlar. Tog'ma-tog' yurganida, kvartira o'ynashlarini olib kirib yurganida erim esida yo'q edi. Endi mendan keyin esiga tushib qoldi. Mana erim mujiklar. Avval ko'r bo'lgandirlar, endi ko'zlari ochilib meni ko'rdilar, deydi aktrisa Feruza Normatova. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.